Assalomu alaykum. Nega O'zbekistonda 90% futbolchilarning Yevropada kontrakt olmasligini 3 ta faktorni keltirib o'tamiz. Ungacha men o'zim haqida gapirib bersam. O'zim yuristlar oilasida tug'ilganman va yoshligimdan futbolchilar muhitiga tushib qolganman. Mahallasi desak ham bo'ladi. Undan keyin men professional klublarda o'tganman, Nasaf, Bunyodkor va hokazo. Futbolchilik va trenerlik davrimda Yashnobod degan klubni, частный klubni boshqarganman. O'zim juda ko'p futbolchilarni chiqarganman. Bulardan Bekzod Ahmedov, Rustam Azimov va hokazo. Endi asosiy mavzuga qaytsak. Birinchisi noto'g'ri trenirovka, pitaniya va rejim. Yaxshi professional futbolchi bo'lish uchun 3 ta narsaga ahamiyat berish kerak. Birinchisi to'g'ri trenirovka, ikkinchisi to'g'ri ovqatlanish, uchinchisi to'g'ri dam olish. Hozir 4-inchisi ham chiqqan, bu til bilish. Ya'ni siz komandaga borganingizda kommunikatsiya qila olishingiz kerak. O'yinchilar bilan chiqib ketisha olishingiz kerak. Trenirovkaga kelsak, hozirgi zamonda haftada 3 marta trenirovka qilib, siz hech qachon professional futbolist bo'la olmaysiz va bo'lmaysiz ham. Professional futbolist bo'lish uchun siz kamida har kuni mashg'ulot o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Agar kuniga 2 mahal trenirovka qilsangiz, undan da nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Keyingisi esa pitaniya. Pitaniyada siz uglevodlar, oqsillar yeyishingiz kerak bo'ladi va bunga qattiq rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki sizda ortiqcha jирlar bo'lishi kerak emas yoki ortiqcha ves bo'lishi mumkin kerak emas. Pitaniyada nima mumkin emas? Основной gazirovkalar, xamirli narsalar va shunga o'xshash narsalar. Bunga jiddiy rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Kunlik ratsion bo'yicha yesangiz nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Trenirovkalarni ko'rib chiqdik, pitaniyani ko'rib chiqdik. Keyingisi esa razbor igri. Eng asosiy narsa bo'ladi bu razbor igrimiz, chunki o'zingizga professional trener olib, buni o'zingizga moslashtirsangiz, sizga professional trener razbor igri qilib bersa, bu kamida 3-4 soat bo'ladigan jarayon. O'yiningizda tez o'qishingiz, o'yiningizda tez qaror qabul qilishingiz, taktikani to'g'ri tushunishingiz, pozitsiyani to'g'ri olishingiz va ko'p narsalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Mana shu yuqorida aytib o'tilgan narsalarimni hammasini qilsangiz, siz Yevropada bemalol kontrakt olishingiz mumkin. Buning uchun siz o'zingizga professional trener olishingiz shart. Yevropa har doim tayyorgarlik, tayyor o'yinchi kerak bo'ladi. Hech qachon Yevropa tayyorlamaydi. Professional futbolist o'zidan o'zi tug'ilmaydi. Professional futbolist bu yaraladi. Agar sizga shu narsalar qiziq bo'lsa, o'zingiz ustingizda yanada yuqori darajada ishlamoqchi bo'lsangiz, professional urovenda keyingi bosqichga chiqmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingiz ustingizda juda jiddiy shug'ullanish va professionallar bilan shug'ullanishingiz shart. Shu aytayotgan professional mutaxassis desak ham bo'ladi, uni o'zi aslida ishi nimadan iboratligi va sizga nimalar qilib bera olishini mumkinligini tushuntirib berishi mumkin. Sizga professional mutaxassis u sizni to'g'ri trenirovka, Yevropa standartlari bo'yicha sizni to'g'ri shug'ullantirishi mumkin va to'g'ri yo'nalish bo'yicha agent va skautlarga yo'naltirishi mumkin va sizni shartnomalaringiz o'rtasida ham boshchilik qilishi mumkin. Hozir mashg'ulotlar jarayonini ko'rib chiqdik. Endi esa futbolga uncha aloqador bo'lmagan yana 2 ta narsa bor. Bularni ham hozir ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi esa bu ota-onalar. Ota-onalar juda katta e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Professional urovingga olib chiqish uchun ularni e'tibori juda ham zarur bo'ladi. Misol uchun Abduqodir Husanov. Uning otasi unga professional bilim berdi, to'g'ri yo'nalish ko'rsatdi va yigit hozir Yevropada Manchester Cityda o'ynamoqda. Ota-onalardan nima kerak bo'ladi? Ozgina e'tibor va ozgina investitsiya. Muhimi to'g'ri odamlarga yo'naltirishi, to'g'ri odamlar bilan gaplashishi va kim bu narsalarni aslida o'zi qila oladi. Shularga yo'naltirish shart bo'ladi. Uchinchisi esa hamma narsa o'zingizda qoladi. Aslida futbolchini o'zi asli maqsadi bo'ladi, jiddiy maqsad qo'ygan bo'ladi. Agar siz o'zingiz maqsadingizga yetishmoqchi bo'lsangiz, sizda hech qachon bahonalar bo'lmaydi. Sizda disiplina bo'lishi shart. Sizda qor yog'adimi, tosh yog'adimi, siz har doim mashg'ulotda bo'lishingiz shart bo'ladi. Buning uchun siz kerak bo'lsa uyqudan voz kechishingiz to'g'ri keladi, to'ylardan voz kechishingiz kerak bo'ladi, yaqinlaringizni tug'ilgan kunlaridan ham voz kechishingiz shart bo'ladi. Aytayotgan narsalarimizni hammasini to'g'ri odamlar bilan qiladigan bo'lsangiz, sizda omadingiz juda tez keladi. Siz unchalik ko'p kuttirib qolmaysiz. Aslida esa bu hammasi muhitga bog'liq. Professional odamlar bilan ishlasangiz, professional futbolchi bo'lishingiz mumkin. Shuncha Yevropa haqida yoki professional futbol haqida gapiryapsan,
o'zi bironta o'yinching yoki bironta futbolistni qilganmisan deyishingiz mumkin. Menda o'zim professional klubni boshqarganman, birinchi ligani boshqarganman. O'sha paytda menda Bekzod Ahmedov, Rustam Azimov, ular hozir bittasi Polshada, bittasi Bunyodkorda, hozir yana bittasi menda Paxtakorda o'ynayapti. Agar sanaydigan bo'lsak, bunga vaqt yetmaydi. Yuqorida aytib o'tgan narsalarim haqida agar sizda professional mutaxassis bo'lmasa, oldingizda siz o'z orzungizni unutsangiz ham bo'ladi. Bunda hammasida men sizga o'zim yordam berishim mumkin. Agar siz pastdagi link orqali o'tib, o'z ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Ha, aytgancha, bizning individual mashg'ulotlarimiz $600 boshlanadi. Agar siz pastdagi link orqali o'tib, ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, bitta choy ustida o'tirib gaplashishimiz mumkin.